Rasululloh sallallohu alayhi vasallam huzuriga bir a'robiy keldi. Imom Buxoriy rivoyati va Muslim rivoyati. Va Payg'ambar alayhisalomga salom berdi. So'ngra u zotning ro'parasiga kelib o'tirib, aytdiki: "Ya Rasululloh, odamlarning ichida eng bilimdoni, eng ilmligi bo'lishini xohlayman." Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam javob berib aytdi: "Allohdan taqvo qiling, insonlarni eng bilimdoni bo'lasiz." Bu Rasulullohning so'ziga Qur'ondagi quyidagi oyat hujjat bo'ladiki: "Fattaqulloha va yuallimukumulloh." Sizlar Allohdan taqvo qilib yashanglar, Alloh azza va jalla hamma narsani o'zi o'rgatadi. Imom Abu Hanifa, Imom Azam rahmatullohi alayhidan bitta misolda aytamiz, qisqagina, ko'pchiligimiz eshitdik buni. Imom Azam davrida ikkita bir-biriga yopishib tug'ilgan bola bo'ldi. Ya'ni yopishib tug'ilgan egizaklar bo'ldi, bittasi tirik bo'ldi, bittasi o'lik bo'ldi. O'rtasini ajratishdik, mana hatto hozirgi kunda 21-asrga kelib meditsina shunday bir rivojlanganiga qaramasdan ajratish olmayapti. Bittasi tirik, bittasi o'lik tug'ilgan bolani ajratishlik kerak bo'lgan paytda Imom Azamga olib kelishdi. Agar yashaversin desa, o'ligi bilan yurib sasib ketadi. Agar ko'mvoringlar desa, tirigi bor. Imom Azam 21-asrdagi tabiblarda ham bir dahshatga tushiradigan javobni aytdi. O'ligini ko'mib qo'yinglar yerga, yerni betida tirigi qolsin. Yer o'zi ajratib oladi dedi. Shunday qilishdi, 1 yil yoki 2 yil o'tgandan keyin yer o'zi o'likni ajratib tortib oldi. U zot doktor emas edi, meditsina fanlari doktori emas edi. U odam taqvodor, Allohning bir bandasi edi. Alloh aytayapti: "Sizlar taqvo qilinglar, men o'zim hammaga o'rgataman" dedi. Hayotimizda juda ko'p muammolarga ro'parasiga kelib, peshonamiz devorga urilib, javob topolmay qolgan bo'lsak, bilingki siz bilan biz taqvo qilmayapmiz. Agar taqvo qilsak, shu muammo o'zi bo'lmaydi. Alloh taolo oldindan hal qilib qo'yadi. Mabodo kirib qolsak, chiqib ketishlik yo'lini ham Alloh taolo o'rgatadi. Bu Arobiy payg'ambar alayhisalomdan eng aqlli, ilmli, bilimdon bo'lishni xohlayman deganda, taqvo qiling, Alloh o'zi ham yo'l o'rgatadi dedi. So'ngra Arobiy savolida davom etib, odamlar ichidagi eng boy bo'lishni xohlayman dedi. G'ani banda bo'lishni xohlayman. Rasululloh javob berdi: "Kun qaniyan takun aghnan nas." Alloh bergan kunga, Alloh bergan rizqqa qanoat qiladigan bo'ling, insonlarda eng boy bo'lasiz dedi. Ma'lumki, qanoat shunday boylikki, bu kursi ham tushmaydi, tugab ham qolmaydi. Kishi qanoatli bo'lsa, insonlar ichidagi eng boy bo'ladi. So'ngra yana so'radi: "Odamlar ichidagi eng yaxshisi bo'lishini xohlayman." Rasululloh javob berdi: "Odamlarga foydali bo'ling, insonlar ichidagi eng yaxshisi bo'lasiz." Bu payg'ambarimizning so'zi, ana shu hadis bilan ma'nosi bittaki, o'zi hadis payg'ambar bitta so'zi. "Xoyrun nasi anfa'uhum lin-nas." Odamlarning ichidagi eng yaxshisi odamlarga foydasi tegadigan kishi deb javob berdi Rasululloh. So'ngra yana so'radi Arobiy: "Meni Alloh yaxshi ko'rishini ham xohlayman, odamlar yaxshi ko'rishini ham xohlayman" dedi. Bir qarashda bu qiyin narsaga o'xshaydi. Odamlarni xursand qilaman desangiz, doimo Allohni rozi qiladigan ishlarga to'g'ri kelmay qoladi. Odamlarni rozi qilaman desangiz, Allohning buyruqdan ba'zida chiqib ketishga to'g'ri keladi. Doim Allohni rozi qilaman desangiz, ba'zida odamlar siz bilan bizdan norozi bo'lib qoladi. Shunda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shunday bir so'zda aytdiki: "Izhad fi dunya yuhibbuka Alloh, izhad fi ma indan nas yuhibbuka an-nas." Dunyodan behojat bo'ling. Dunyoga xaris bo'lmang, Alloh yaxshi ko'radi. Odamlarning qo'liga qaramang, odamlardan ta'ma qilib kutmang, odamlar yaxshi ko'raveradi. Haqiqatan inson dunyoga xaris bo'lmasa, birovlar o'sha kishi dunyo qo'volashmasa, hamma yaxshi ko'radi. Va qo'shimcha yuqorida aytilgandek, odamlarga foydasi tegadigan odam bo'ladigan bo'lsa, yana odamlar oldida hurmati bo'ladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam quyidagi hadisda: "Laysal ghina an katratil arad, walakinal ghina ghinan nafs." Boylik dedi Rasululloh. Bu dunyo matohini insonda ko'p bo'lishligi bilan belgilanmaydi. Balki boylik insonni qanoatli kishi ekanligi bilan belgilanadi. Mana Anas ibn Malik aytadi: "Qanoatun malun la yanfat." Qanoat hech qachon tugamaydigan boylik. Ko'p qaytaryapmiz bu gapimizni. Qanoat qilsangiz ham shukr, qanoat qilmasangiz ham shukr. Shu kunga qanoat qilib rozi bo'lsangiz, Alloh taolo sizdan sodir bo'lgan ozgina amalga rozi bo'lib jannatga kirgizadi. Hukmronlardan bir aytadi:
Boylik nima desa aytadiki, huwa qillatu tamannika va ridoka bima yakfika. Boylik nima? Qanoat nima? Orzu havasni ozroq qilishlik va sizga kifoya qilayotgan narsaga rozi bo'lishlik haqiqiy boylik. Planni chizavermang, endi unday qilaman, bunday qilaman devermang. Orzu havasni qisqaroq qiling. Alloh bergan kunga rozi bo'ling. insonlar ichidagi eng boy bo'lasiz deb javob berdi. Innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Qachonki insonga ozgina dunyo matosi kelganda, ozgina boyib qolsa, albatta uni tug'yonga ketganligini ko'rasiz. Hukmronlardan biri o'zini birodarini ta'riflab aytadiki, meni ko'zimda ana shu falonchi birodarim nihoyatda bir buyuk inson. Nimasi bilan buyuk? Mansabi bormi? Ilmi bormi? Amali bormi? Puli bormi? Nimasi bor? Yoki quvvati bormi? Uni meni ko'zimda buyukligini birinchi sababi dunyo uni ko'zida nihoyatda haqir. Dunyoga muhabbat qo'ymagan. Shuning uchun yaxshi ko'raman bu odamni. Ikkinchidan, u odam qornini qulchiligidan chiqqan. Yetolmagan narsasini orzu qilib yegisi kelmaydi. Agar yetib borsa, ko'p etilishiga harakat qilmaydi. Bu o'zini tilini qulchiligidan chiqqan. O'ziga daxl bo'lmagan narsani gapirmaydi, foydasi bo'lmagan so'zdan uzoq bo'ladi. Bu odam jaholatini qulchiligidan qutulgan. Aniq bilmagan narsasiga hargiz bir qadam qo'ymaydi, aniq bilmagan narsasini biror og'iz gapirmaydi. Mana shu sifatlar bilan bu birorta bir dunyo matosi gapirmayapti. Dunyo uni ko'zida haqir, qornini qul emas, tilini qul emas, o'zini johilligini qul emas. Shu sifatlar insonda bo'ladigan bo'lsa, bu odamlarning ko'zida ham buyuk inson bo'lishiga kifoya qiladigan sabablar. Shaqiqul Baqiy roziyallohu anhu aytadi, odamlar 3 ta jumlani gapirishadi, 3 ta so'zni gapirishadi va holanki shu gaplariga o'zlari ishonmaydimi, o'zlari amal qilmaydi. Birinchidan aytishadi, biz Allohning qulimiz deyshadi. Bizning hojamiz bor. Hojamizni buyruq bilan yashaydigan qulimiz deydi-yu, lekin hayotda qilayotgan ishiga qarasangiz, hech ham qulga o'xshamaydi. Alloh taolo qilma degan narsani qilaveradi, qil degan narsani qilmaydi, xohlagan nafsga tortgan tomonga ketaveradi. Demak, qulimiz degan gapi bularda quruq da'vo. Siz bilan biz ham musulmonligimiz rost bo'ladigan bo'lsa, Alloh harom qilgan narsadan tiyilsak, buyurgan ishlarni qilsak, ixtiyorimiz Allohning qo'lida bo'lsa, shunda biz qul bo'lamiz. Namoz paytida uxlasak, Alloh buyurgan ibodatlarni qilishda suskash bo'lsak, bizni qanaqa qul deyish mumkin? Ikkinchi aytgan so'zlari, Alloh bizni rizqimizga kafil deyishadi-yu, lekin xuddi rizqlarini o'zi topib yedigandek dunyoga xirs qo'yib, dunyoni ketidan qo'shadi. Mana kechagi suhbatimizda aytdik. Ikkinchi boy o'lganida Alloh taolo so'radi: "O'zingga nima olib kelding bu yerga? Bola chaqangga nima tashab kelding?" desa, Parvardigor, bola chaqam ko'p edi, mendan keyin faqir bo'lib qolmasin deb oxiratimga hech narsa o'tkazmabman. Bola chaqamga qoldirdim, kambag'al bo'lib qolmasin deb deganida Alloh taolo sen o'tgandan keyin bola chaqangga sen qo'rqgan narsa tegdi. Faqir bo'lishini Alloh taqdir qildimi? Tashab kelsangiz ham faqir bo'ladi, tashlamasangiz ham faqir bo'ladi. Agar Alloh taolo g'ani bo'lib yashashligini taqdir qilgan bo'lsa, tashab kelsangiz ham g'ani bo'lib yashaydi, tashlamasangiz ham boy bo'lib yashaydi. Uchinchi aytgan so'zlari, o'lim haq deyshadi. Hammamiz o'lamiz deyshadi-yu, lekin hayotda qilayotgan ishlari hargiz o'ladigan odamning ishiga o'xshamaydi. Islomimizda o'lmaydigandaqa dunyoda ishini qiling, hozir o'lib qoladigandaqa oxiratda ishini qiling deyilgan. Biz o'lmaydigandaqa dunyoda ishini qilamiz-u, hozir o'lib qoladigandaqa ibodatga kelsak, ozgina hammamiz oqsab qolayotganligimizni ko'ramiz. Shunda bir hikmatli so'z bor ekanki, mana Mukashafatul Qulub kitobida, Abu Hamid G'azzoliyning kitobi, "Man lam yarda bi qada'illah va lam yasbir ala balaihi va lam yashkur li ni'amaihi va lam yaqna bi ata'ihi falyatlub robban siwahu." Qaysi bir odam Allohning qazo qadariga rozi bo'lmasa, Allohdan kelgan baloga sabr qilmasa, ne'matlarga shukr qilmasa, bergan kuniga qanoat qilmasa, boshqa Robbni istaversin. Ya'ni bu odam xohlagan ishini qilsin, hech qaysi ishi unga asqatmaydi. Baloga sabr qilmasa,
ne'matga shukr qilmasa, qazoga rozi bo'lmasa, bergan kuniga qanoat qilmaydigan bo'lsa, bu odam xohlagan ishini qilaversin. Bu odam hech qaysi amali qabul bo'lmaydi. Alloh subhanahu va taolo bandalarning rizqini o'lchab, chenab tushirar ekan. Bu bilan bandalarda zulmga, tug'yonga ketib qolishligini oldini oldi. Alloh taolaning quyidagi oyatiga quloq solamiz. Astagfirullah. Walau basatallohu rizqa li ibadihi labaghaw fil ard, walakin yunazzilu biqadari ma yasha, innahu bi ibadihi khabirun basir. Agar Alloh rizqni bandalarga keng qilib to'kib qo'ysa, ya'ni hamma boy bo'lsa nima bo'lar ekan degan narsa keladi-yu. Agar keng qilib qo'yadigan bo'lsa, yer yuzida ular zulmga, tug'yonga kirib ketadi. Hamma boy bo'lmasin, ba'zi odamlarda to'satdan boy bo'lib ketganini ko'ramizda, axloqini qaysi darajada o'zgarib ketganligidan guvohi bo'lyapmiz. Birdaniga bo'lib ketsa, nima deymiz? Ko'rmaganni agar hamma Alloh taolo qodirdir, hadis qudusida o'qidik. Agar hammalar bir joyga to'plansanglar, insonlar, jinlar, avvalgi va oxirgilar, xohlagan narsani so'rasanglar, bir vaqtda bersani meni mulkimdan dengizga yinani shunday solib chiqarganda kamiganchalik ham kamamaydi dedi. Alloh boy, Alloh qodir zot, lekin nimaga bermayapti? Bilingki, agar sizga bermayotgan bo'lsa shu dunyoda, demak Alloh taolo tug'yonga ketib qolmasligingizni xohlayapti. Hozir ancha-muncha yo'qchiligida hamma bilan so'rashasiz, chiroyli muomala qilasiz. Endi jinda bo'lib ketgandan keyin nima bo'ladi? Yaxshi bilamiz-ku. Va piyoda yurib qolganimizda mashinadan tushib, yana bobboy ahvolimizga qaytib qolaveramiz. Demak, insonga Alloh taolo to'kib qo'yadigan bo'lsa, insonlarning ko'pchiligi zulmga, tug'yonga ketib qoladi. Shuning uchun Alloh taolo o'zi o'lchagan taqdir bilan sekin-sekinlik bilan tushiradi. Alloh taolo bandalardan xabardor va ko'rib turuvchi bo'lgan zot. Muttafaqun alayhi bo'lgan hadis mana shu ma'noda quvvatli edi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam marhamat qiladi, agar inson bolasiga 2 vodiy oltin berilsa, uchinchisini ham qo'shib olishlikni umidida bo'ladi. Agar uchinchisini bersa, to'rtinchisini olishi umidida bo'ladi. Insonni qornini, insonni ko'zini faqat tuproq to'g'izadi. Insonni ko'zi shunday bir chuqur ekanki, dunyolar sig'ib ketar ekan. Va insonni ko'zi shunday sayoz ekanki, bir hovuch tuproq to'g'izar ekan. Moncha bo'lsa yetardi deb qo'yamiz-ku. Yoshlar. Moncha bo'lsa yetardi. Monchasini unday qilardi, monchasini bunday qilardi, o'zim yotar edi. Endi shunday mulohaza endi bu. Endi o'shuncha bo'lganlarni qaranglar-da, yetyaptimikin? Ularga ham o'shuncha yetmaydi. Chunki 25 lik trubada suv kirsa, uyga 25 lik trubada chiqib ketadi. Insonning dunyosi qancha ko'paygan sari orzu havaslarini qarichi ham shunga yarasha bo'lib qoladi. Oddiy kiyim kiyishni xohlamay qoladi. Oddiy mashinada yurishni xohlamay qoladi va hokazo. Shuning uchun payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytayaptiki, agar 2 vodiy oltin berilsa, yana 2 vodiy oltin birodar yeb tugata olmaydi, u sarf qilish emas. Lekin inson to'ymasligiga ishora qilinyaptiki, agar siz bilan bizda yo'q bo'lgan dunyoda Alloh berib qo'ysa, tug'yonga ketib qolmasligimiz uchun Alloh taolo nima qiladi? Ozroq berib qo'yar ekan. Demak, Alloh biladi, sizlar bilmaysizlar dedi Alloh taolo. Inson bolasi jamiki narsadan mahrum bo'lishiga ehtimol, lekin hech qachon uni xirsi va orzu havasi nihoyasiga yetmaydi. Imom Muslim o'zining Zuhd kitobida keltirgan hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam alhaakumut takasur oyatini o'qidi. Ya'ni takasur, moli dunyoda ko'paytirishlik sizlarni oxiratdan to'sib qo'ydi degan oyatni o'qib turib aytadiki, ey odam bolasi, moli dunyoyim deysan. Moli dunyoyingdan nimasi seniki? Sadaqa qilib o'tkazganingmi? Yeb o't chiqarib olganingmi yoki kiyib eskitib olganingmi? Yeganiga, kiyganiga javob beradi, oxiratga o'tkazgani o'ziniki. Agar mana shu vajhdan o'lchaydigan bo'lsak, hamma faqir. Hamma faqir. Hech qachon inson bori burdini shart yamini berib olganini bilmadi endi hozirgi zamonda bo'lsa, biz eshitmadik eng kamida. Bugun inshaalloh o'qiganimiz sahoba xuddi mana shu kishilardan bo'lgan. Shart berib yuborgan, lekin Alloh taolo yozib qo'yganligi uchun kelavergan. Agar cho'ntagimizdagi, uyimizga bosib qo'yganimiz, dunyoga sarflayotgan pulimiz bilan oxiratimizga o'tkazgan pulda shuni taqqoslab ko'raylik-da, 10 ga bir ham to'g'ri kelmaydi. Ehtimol 100 ga bir ham to'g'ri kelmaydi.
Demak, inson bolasi o'zini haqiqiy muhtoj bo'ladigan, faqir bo'ladigan qiyomat kuniga tayyorgarligini ko'rishlik kerak bo'ladi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.